Assalomu alaykum. Men Tursunova Nazira Xolbekovna. Yoshim 58 da. Samarqand viloyat Pazirg'in tumanida yashayman. 36 yil boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishladim. Hozirda nafaqadaman. Men juda ko'p kasalliklarni boshimdan o'tkazdim. Bularni sanab beradigan bo'lsam, ko'pda uchraydigan ana shu qabziyat, grija, xronический sistit, yana shu oyoq og'riqlar, nihoyatda ko'p charchash, yana eng yomoni cherepnoy davlina bor edi. Men bu cherepnoy davlinani kasb kasalligim bo'lsa kerak, ana endi shunda qoladi, endi bu tuzalmasam kerak deb o'ylaydim. Vrachlarga murojaat qilib tekshirtirganimda juda ham baland cherepnoy davlinangiz deb ukol dorilar yozib berardi. Men ularni iste'mol qildim, ukollarni oldim. Lekin ular vaqtinchalik edi. Hech undan men kam payt og'riqlarim qolardi, lekin yana shu boshlanardi. Bu menda tuzalmaydigan kasal bo'lsa kerak, bu kasb kasalligim bo'lib qoldi deb o'ylab yurardim. Keyinchalik mana shu Biyuran korporatsiyasi haqida eshitdimda, ana shuni mahsulotlardan ichishga ahd qildim. Chunki sog'liq hammamiz uchun kerak. Boshda mana shu kalsiy bilan koenzimni ikkalasini ichib boshladim. Menda tez orada o'zgarish paydo bo'ldi. Men nihoyatda xursand bo'ldim. Nahotki mana shuncha men meditsinaga qatnab shunchalik men yaxshi natija olmagandim. Shu ikkita mahsulot tufayli men o'zgarsam deb o'zim juda xursand bo'ldim. Qabziyatim sekin-sekin joyiga keldi. Cherepnoy davlinalarim ham yaxshi bo'ldi. Beldagi grijalar ham asta-sekinlik bilan ham yaxshi bo'ldi. Hozirda yengilman. Charchoqlar, mana bu kamqonliklar ham joyiga tushdi. Ayniqsa kechqurunlari tiniqib uxlay olaman. Men buni mana shu badlarni 6 oy mobaynida to'xtovsiz ichdim, iste'mol qildim. Undan keyin orada ancha payt yana ichmay ketdim, chunki men yaxshi edim. Keyin yana mana shu Yaponiyadan keltirilgan bioanalizator tekshiruv apparati keldi deb aytgandan keyin unga borib tushganimda 80-90% menda yaxshi natija bo'ldi. Endi mana bu ozroq vitaminlar yetishmasligi, yana kam nima bu menda chiqdi ozroq, mana tuz bor, yelkangizda tuz bor ekan dedi. Shunga bu narsalar say va vrachimiz, ustozimiz tavsiya qildi. Men ana shulardan ham hozirda olib ichyapman. Mana villab 27 nomerli villab, 30 nomerli mana bu villab, yana 23 nomerli mana bu villablarni ham hozirda men iste'mol qilib kelyapman. Meni demoqchi bo'lganim, mana shunday O'zbekistonimizga buni olib kelgan o'zbek o'g'loni, ustozimiz, o'g'limiz desam ham adashmayman. Meni bosh farzandim qatori ekan yoshi Shohjahon Sherdilovga juda katta minnatdorchiligimni bildiraman. Mana shunday Yaponiya bilan hamkorlik qilib, shuncha menga o'xshagan ko'plab insonlarni dardiga shifo topdi. Bu yigitga juda ko'p rahmatlar aytaman. Menga o'xshagan hamma ana shu dardlaridan farogʼ bo'lgan insonlar ham ana shunday so'zlarni aytsa kerak. Iloyim, boringizga shukr. Ustoz, o'g'lim, sog' bo'ling. Bundan keyin ishlaringizga ham rivoj tilayman. Mana shunday insonlarga yaxshilik qilishda charchamang. Sog' bo'ling. Mana shunday dardlaridan farogʼ bo'laman deb tuzalaman degan insonlarga albatta buni olib ichishini tavsiya qilaman. Mana shunday vrachlarsiz, mana shu achchiq ukollarsiz
tavsiya qilamanki, o'z kasalliklaridan qutulsa. Rahmat hammalaringizga, mana shuni tavsiya qilgan dugonalarimga, opalarimga, yana ustozimiz Isayevaga ham kattakon rahmat aytaman. Sog' bo'lingizlar, ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilayman.